To'la Drujba Narodov ko'ryapsizlar. Uni yonida Toshkent City. Biz hozir balkondamiz. Energy U-Tower'ga keldik. Kirishimizda shkaf, televizor, bu zal qismimizda bo'ladi. Divan, jurnalniy stol, 6 kishilik stol, stul, konditsioner. Hop, uni to'g'risida spalni joylashgan. Spalnida ham hamma kerakli mebel jihozlar qo'yib ketilgan. Bitta o'zini katta garderobni shkafi. Hop, bitta chiqishimiz bilan, tak bu zal qismi bo'lsa, uni yonida oshxona, xolodilnik, ichki yuvish mashinasi, texnikalar hammasi qo'yib ketilgan. Tak, bu kirish eshigimiz oynalar qilingan, ish ketayotganda bemalol oynaga qarab ketasiz. Uni yonida sanuzel joylashgan. Installyatsiya hammasi qo'yib ketilgan. Bu uyimiz 72 kvadratdan iborat bo'lib, 10-qavatda joylashgan. Narxi 269 ming. Kimga qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.